Man dunyodagi eng chiroyli qiz emasman. Hamma qatori menda ham kamchiliklar bor. To'g'ri, man hamma qatori yashamayman. Oddiy uyda, kichkinagina uyda yashayman. Lekin man juda ham baxtliman. Menda mashina yo'q. To'g'ri, mashinasam yashasam bo'ladi. Lekin menda velosiped bor. Shuning uchun ham man baxtliman. Menda har xil kiyimlarim bor, lekin kiyimsiz insonlar juda ham ko'p. Baxt siz bilan har doim. Kiyimingiz borligini o'zi ham bitta baxt. Chunki qolgan insonlarda bu kiyimdan yo'q. Hech qanaqa kiyimlari bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Yoki bir dona, ikki dona kiyimga zo'r insonlar ham bor. Yangi kiyim olib kelishga juda ham zo'r insonlar. Mayli eskizni bersangiz ham avaylab yuvib tarab kiyadigan insonlar ham juda ham ko'p. Bu hayotda shunaqa. Nima demoqchiman? Boriga shukur qilishni o'rganinglar demoqchiman-da. Men ikkita uchta ust-bosh kiyib video qo'ysam, ba'zilar yozishibdi-da. Nima, seni boshqa kiyiming yo'qmi? Boshqa olishga puling yo'qmi? deb ustimdan kulib ham yozishibdi. Sen boshqa kiyim kiyolmaysanmi? Faqat shu kiyimda yurasan, achib sasib ketgandir deb ham yozishgan. Biz bitta kiyimda yurganimiz bilan uni biz har doim yuvib, tarab kiyamiz. Ya'ni yuvib, dazmollab, chiroyli qilib kiyib yuramiz, video qo'yamiz. To'g'ri, nima bo'pti? Endi bitta kiyimda video olinsa, nima bo'pti? Boshqa kiyimlarni kiyganda ham xuddi shu. Bulardan boshqa kiyiming yo'qmi deydi. Masalan, 3-4 ta kiyimingizda video qo'ysangiz, ularni ko'rib bo'lganki, ular yana yangi kiyimlaring yo'qmi deb yozishni boshlaydi. Shunda bir o'ylab ko'ringlar-chi, o'zlaringizga masalan video qo'yish uchun har kuni har xil kiyimlar kiya olasizlarmi? Xo'p, mayli video qo'yish uchun emas. Shunchaki uylaringda bir kunda har kuniga bir donadan kiyim kiya olasizlarmi? Mayli. Har kuni masalan 7 kun bo'lsa, haftada 7 xil kiyim kiya olasizlarmi? Yo'q. Hech qanaqa 7 xil kiyim kiya olmaysizlar. Sizlar ham o'sha bir dona kiyimlaringni 1 oy, 2 oy kiyasizlar. Ya'ni kir bo'lguncha. Kir bo'lgandan keyin yuvib, yana o'sha kiyimlarni kiyib yuraverasizlar. 1 yil kiyarsizlar, 2 yil kiyarsizlar. Masalan, men shunaqa. Bitta kiyimim kir bo'lguncha kiyaman. Kir bo'lgandan keyin ham kiyaman. Ya'ni yuvib, tozalab, dazmollab yana kiyib yuraveraman. Unaqa yangi kiyim o'rniga olmayman. Masalan, o'sha kiyimim eskirgandan keyin, polni eskirib, yaroqsiz holatda kelsa, keyin yana yangi bozorga borib kiyim olib, keyin o'sha kiyimni kiyib olaman. Shukur qilishni o'rganinglar.